Assalomu alaykum. Davno bu narsani qilishni davno xohlar edim. Mani kurtkam. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi razborimizda biz Jahongir Otajonov Moda degan musiqiy videoni razborini qilamiz. Bizning rejissyorimiz Sardor Faxriddinov, montajyor Sadat Pirjanov, director of photography, operator Sardor Umarbekov va boshqalar. Tiki. Ko'rsangiz bo'ladi. Birdaniga boshlasak bo'ladi. İsmiga gul demişler, ikki qarich dilga boq. Oz ish va noz demişler, shu shimarliq holga boq. Wow, shimarliq. Sochlari qivrim, har kun kechirar evolyutsiya. Modada kunlik davra. Wow, shimarliq. Moda deya ochilar. Ko'cha sochilar. Parfumidan qochilar. Wow. Çiçek gibi açılar. Koça saçılar. Şarbat gibi içiler. Dudağında bal yapar. Cilve yaşar, noz yaşar. Sevgen umrun az yaşar. Modada gaz doşar. Wow, şımarık. Moda deya açılar. Koça saçılar. Parfumidan qochilar. Wow, şımarık. Moda deya açılar. Koça saçılar. Parfumidan qochilar. Wow. Moda deya açılar. Koça saçılar. Parfumidan qochilar. Wow, şımarık. Moda deya açılar. Koça saçılar. Parfumidan qochilar. Wow. Okay. Nimani tushundinglar va nimani sezdinglar? Kommentariyada yozasizlar. Bu birinchi hissiyot juda muhim narsa. Birinchi hissiyot. Razbordan keyin boshqa hissiyot chiqishi mumkin. Odatdagidek. Mani hissiyotim. Даже охотник nima deydi?
Как будто bu yerda kimdir turib Ahodnik kim ushlaydi-yu, mana shu shimiriqlarni. Даже uni ham shimiriqlar yeb tashlaydi. Nima uchun? U yerda bitta detalniy plan bor edi. Haligacha bu detalniy plan juda esimda. Mana buni tushirdilar-ku. Qayerda edi shu plan? Mana bu yerdan oldin. Mana buni. Mana bunga e'tibor beringlar. Pastga tushdi. Mana bu konkretniy aksent qilingan. Bundan keyin hamma narsa ne plana bo'lyapti. Bu nima? Rozovaya pil и bo'ldi. Bu yerdan hamma narsa pod kontrol ketyapti. Kontrol yo'q. Jahongir Otajonov qochyapti, bilyaptiki, все, hamma narsa dabdalasi chiqyapti. Sekin-sekin qizlar uning orqasidan ketyapti, uning izidan oyog'iga tushdi-yu. Oyog'ini orqasidan ketyapti. Bu yerda bizlarda klipoviy montaj bo'lyapti. Ya'ni klipoviy montaj deganimda e'tibor bering, bizlarda syujet bor-da, boshidan oxirigacha va bu syujetning o'rtalarida как parallel montaj deb bo'lmaydi, bu как cut away degan sifatda montaj bo'lyapti. Ya'ni biz qanaqadir vaqt o'tganini boshqa sahnalarda ko'rsatyapmiz. Mana bu klipoviy montajlarda ko'rsatyapmiz va obratno syujetga qaytyapmiz. Bu qandaydir bitta syujetniy liniya ketyapti va bu syujetniy liniya ketyapti, lekin bu yerda bo'lgan narsalarni biz ko'rsatmayapmiz, chunki ular zerikarli. Hitchcock zo'r narsani aytgan. Bizning hayotimiz kino. Bu odamning hayoti faqat qiziqarsiz joylar kesib olingan. Tushunasizlarmi? Ya'ni u har bitta odamning hayoti kino sifat. Agar har kungi odatdagidek qilayotgan ishlarimizda hech qanaqa voqea bo'lmayotgan bo'lsa va bu zerikarli momentlarni shundoq o'chirib tashlab, bu uning fikri, meni fikrim emas. Bu aytmoqchi bo'lgani, mana bitta syujetniy liniya ketyapti va syujetniy liniya davomi bor va buni davomini biz ko'rsatmayapmiz, chunki u однообразный, bir xil. Jahongir Otajonov qochishi, bizlarga qanaqadir voqea kerak. Va bu voqeani o'rniga biz trekoviy joyini ko'rib qo'yamiz. Kimdir buni trekoviy deydi, kimdir buni lip sync deydi, farqi yo'q. Aynan trekoviy joy deganimda mana bu qo'shiq aytiladigan joylar. Buni syujetingizda, agar musiqiy videoda syujet bo'layotgan bo'lsa, bu yerda aynan syujet bor va rejissyor bizlarga qanaqadir ma'lumot bermoqchi. Va buning o'rniga bizda trek turibdi. Trek tugagandan keyin syujetning davomi. Zerikarsiz joyi kesilib, uning joyiga trekoviy joy qo'yapti. Montaj qilingan Sadat aytmoqchiman, montaj juda yaxshi berilganki, montajga e'tibor bermadim. Agar biron bir ishni biron bir tomoshabin sizga montajyor sifatida aytsa, montaji zo'r chiqdi desa, sohangizni tashlasangiz bo'ladi. Bu, конечно, juda katta gapirib yubordim, lekin bilingki, agar sizning hikoyangiz tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa va montaj birinchi o'rinda chiqadigan bo'lsa, demak montajingiz yomon. Tomoshabin montaj zo'r deyotgan bo'lsa, demak montaj yomon. Shunaqa ishlaydi. Montajning asosiy vazifasi hikoyani tushuntirish. Men montajni sezmadim. Men aynan e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'rish paytda bir deb o'sha u yerga kirib ketdim. Va qiziq tomoni shundaki, men bu paxta qo'yish emas bu. Bu xatolarni topsam aytaman. Aytmoqchi bo'lganim, mana yugurish sahnasida, yugurish sahnasi nimadir qiziqarli narsa, bizlar o'sha hamma narsani tushunamiz. Yuguryapti. Bu yerda yuguryapti, kimdan yuguryapti, lekin bu paytda men fikrlagan edim. Tushunyapsizlar? Ya'ni qanaqadir savol nimaga yuguryapti? Mana bu yerda. Nimaga yuguryapti degan savolni berdim va mana bu kadrni eslab oldim. Va bu narsa mana bu yerda sodir bo'ldi taxminan. Deb bordim. Bu nimaga o'xshaydi? Masalan, biron bir komik chiqib hazilini aytadi-yu, pauzani ushlaydi. Nima uchun? Sizlar aplodismentni qarsak chalishingiz uchun.
Bu yerda ham xuddi shu narsani sezdim. Ya'ni kadrlar qanaqadir повторный takrorlanuvchi kadrlar yuguryapti. Menda savol, nima uchun yuguryapti? Kadrni esladim, detalni kadrni. Reaksiya paydo bo'ldi. Va reaksiya paydo bo'lgandan keyin rejissyor bizlarga yangi ma'lumot beryapti. Bo'ldi, uni ushadi. Montajga yetdim. Montajni sezmadim. Aynan hikoyaga kirib ketdim. Bu juda zo'r. Temp ritmi va boshqa narsalarga oldingi musiqiy videolarni razbor qilayotgan bo'lsa, u yerda aynan temp ritmga qaratilgan edim, lekin bu yerda hikoyaning tempi bor. Yana bir razbor qilganimizda detalni analiz qilamiz. Juda ko'p savollar emas, hikoya в принципе tushunarli. Что даже охотникni ham, охотник o'shaydi mana shu otini edi, shimariq. Ularni ushagan odam ham ularni ustidan eksperiment qo'yib, ularni qanaqadir darajada va yana bitta savol bor, nima uchun uning u shimiriqlarning betlari yo'q? Bunga ham javob bor taxminan, chunki ular hammasi bir-biriga o'xshash. Mana lablarini ko'rsatdi-yu. Va mana bu odam balkim bu odam shu shimiriqlarni bir xil qiladigan odam. Balkim bu qizlar bu juda qiziq. Klipni birinchi marta ko'rganingizdan keyin o'rtoqlaringiz bilan 3-4 kishi mana filmmaker o'rtoqlaringiz bor. O'zingiz shundoq chipslarni olib, tamtuda-sudalarni qilib, biron bir klipni ko'ring, sizga yoqadigan klipni. Va bolalarni chaqiring. 2-3 soat vaqtingizni ajrating. 2 soat yetadi. Ishni ko'ring, muhokama qiling. Mana hozir men o'zimning fikrimni aytyapman. Siz kommentariyada yozyapsiz. Men kommentariyni o'qiyapman. Yana qiziq narsalarni topyapman. Shunday qilib siz analiz bu talant bo'lishi mumkin, odamda analiz qilish qobiliyati bo'lishi mumkin. Lekin uni rivojlantirsa bo'ladi. Agar analiz qilmasangiz, hech qachon analiz qilishni o'rgana olmaysiz. Analiz qilish, uni rivojlantirish kerak. Bolalar bilan o'tirib, mana shunaqa suhbatlarni qilgan paytingizda juda qiziqarli yechimlarni, kelajakdagi o'zingizga kerak bo'lgan yechimlarni, kelajakdagi sizning proyektingizga shu yechimlarni qo'llasangiz bo'ladi. Qarang, qanchalik zo'r ish, uje to'xtovsiz gapirib razbor qilishni xohlayman. Men nimani deb o'yladim. Jahongir Otajonov, bu hozir klipdan birinchi ko'rganimdan keyin klipni ko'rib, menda bo'lgan xulosa, tekshiramiz oxirida qanaqa xulosaga kelaman razbordan keyin. Jahongir Otajonov mana bunaqa shimildiqlarni Shimariq. O'zbek tilimi bu? Ну да, по-любому. Shimariq. Jahongir Otajonov shu shimariqlarni qilgan. Ularni bir xil qilgan. Nima uchun? Chunki mana bu yerda doska bor va mana bu zonani ko'ramiz, o'zini laboratoriyasi bor. Bularni Jahongir Otajonov bir xil qiladi. Sochlarini ko'rdik, u sochlarini kesib oldi va mana lablarini qildi, sochlarini kesdi. Ya'ni Jahongir Otajonov qizlarni bir xil qilib shimariqlarni tayyorlayapti. Nima uchun bizlar bilmaymiz, pakashto bilmaymiz, razborda balkim tushunib yetarmiz. Va shimariqlar pod kontrol chiqib ketdi. Ya'ni shimariqlarni o'qildi-yu, oddiy qizlardan qanday qilib deyotgan bo'lsangiz, mana bu yerda shimariqlarni moda orqali chaqirib olyapti. Moda orqali qanaqadir mana bu yerda qizlar bekorga bir-biriga raqobat qilmayapti. Raqobat aynan gunohlar orqali, bu qizlar endi gunohlari orqali bu охотник bu yoqqa kelyapti va qizlar baqiryapti. Nima uchun baqiryapti? Chunki xohlamagan, tushunib yetyaptiki, bo'ldi, dabdalasi kelib ketdi. Lekin nima uchun ular o'sha bir xil? Bu ham juda qiziq savol. Va keyinchalik bu shimariqlar Jahongir Otajonovni yeb tashladi. Jahongir Otajonov o'zi shimariqlarni qildi va ular uni yeb tashladi. Nima uchun?
Bilmayman. Detalniy razborga. Razbor qilib, parallelni sahnalarga ajratamiz. Sardor молодец. Aytgancha bu razborni Denitsu, Tohir Denitsu qilgan. Sardor bilan o'tirib, men u razborni ko'rmadim oxirigacha. Ular bu sahnalar haqida gapirishgan. Balkim o'zimni razborimdan keyin Denitsu Sardor Faxriddinov bilan o'tirib birga suhbatlashib u ishni razbor qilgan. O'zimga qiziqarli bo'lgan narsalarni olarman. Nima uchun bunday qilganman? Agar uning razborini ko'rib, uje bir ikkita narsalarni tushunar edim. Spoiler bo'lar edi menga. Razborning qizig'i shundaki, yangi ochilish. Shuning uchun uni ham ko'rsangiz bo'ladi. Ochilish sahnasi va bu juda mana bu titrlar qo'yilgan. Bilarmidinglar? SFX bor va yana ikkinchisi SFX bor. Ikkita SFX bor. Birinchisi sound design, bu yangi chiqqan, ikkinchisi special effects, spets effekti. Eshitgandirsiz bunaqa narsa gapni, spets effekt. Bu nima? Bu qachonki kadrda, masalan, eski davrlarda endi kino paydo bo'lgan paytlarda e'tibor bergan bo'lsangiz, Charlie Chaplinning sahnasida ham juda ko'p special effect, ya'ni spets effektlar qo'yilgan. Bu qachonki poyezdni kartondan yasalgan va poyezdning orqasidan chiqqan dud, u oddiy dud. Bu yerda ham xuddi shu. Moda titri vazifasini bajaryapti, lekin u qo'llar bilan yasalgan. Bu spets effekt desak bo'ladi. Nima uchun bu effekt? Siz o'ylaysizki, bu titr. Ya'ni bu ochilish sahna, bu yozilgan, kompyuterda yozilgan. Lekin mana bu yerda tushunasizlar, ya'ni bu uje effekt. George Méliès odamlarni lol qoldirish uchun qanaqadir spets effektlardan foydalangan. U aynan spets effektlarning masteri desak bo'ladi. Hozirgi paytda Zack King degan odamni bilsanglar, unga o'xshagan odamlar ham bor. Ular George Mélièsning hozirgi kopiyasi. Va bu narsa ularga o'xshash qanaqadir effekt. Bizda bu yerda неожиданно lol qoldiradigan narsa, e'tibor bering, kadr yorqin, ochiq, moda, titr va bu yerda kadr umuman kontrastni, qarama-qarshi, qop-qora. Bizlar mana bu yerda kat qilsak bo'lar edimi? Bo'lar edi, lekin montajyor buni qoldirdi. Nima uchun? Meni fikrimcha, bizlar mana bu yerdan mana bu kadrga o'tish uchun. Boshi va oxir. Sezyapsizlar kontrastni. Keyingi kadr bo'ldi. Biz ko'rsatamiz nima bo'lishini. Sound design yaxshi ishlatilgan. Sound design aynan bizaga nimaga e'tibor berishimizga ko'proq diqqatimizni qaratadi. Ovoz orqali. E'tibor bering. Agar bu ovozni o'chirib qo'ysam, ko'zingiz nimaga ko'proq e'tibor berdi? Ko'zingiz mana bu tushgan modadan tushgan jemchuklar deylik-da. Va mana bu moda tkань, libosga va mana bu tushgan jemchuklarga diqqatingiz qaratilyapti. Lekin ovozni qo'ygan paytimda qizlarga e'tibor beryapman. Nima uchun? Chunki qizlarni biz aynan zombi sifat chiqarib beryapmiz va ovoz orqali sound designer, montaj bu rejissyorning qo'lidagi bo'lgan juda zo'r instrumentlar. Ular orqali, yana dramaturgiya, ular orqali tomoshabinning diqqatini kerak bo'lgan narsaga qaratsa bo'ladi. Va bu narsa zo'r ishlatilgan. Diqqatimiz qizlarga qaralyapti va tushadigan jemchuklarga qaralyapti. Undan keyin oldingi planda bizlarda suspense degani intriga, tushunarsiz odam, hook. Mana bu hook. Kim bu? Kim ekan? E'tibor bering. Qizlar qaragandan keyin kim ekanligini bizlar ko'rsatmayapmiz. Yana suspense, intriga davom ettiryapti. Intriga qanday bu look deydi-yu, men bunda ushab turasiz-ku. Ushab turgan, qancha ushab tursangiz bu напряжение deydi. Напряжение aynan
ko'tarib beryapsizda. Mana ushab turyapti. Mana bu yerda qo'yib yuboryapti. Mana bu yerlarda qo'yib yuborilyapti. Mana bu yerda bizlar уже tushunyapmizki, bu Jahongir Otajonov. Yana biz intrigani ushab, bu juda qiziqarli yo'nalish emas. Metod bu o'zi dramaturgiyaning asoslaridan biri ham desa bo'ladi. Bu ishingizga juda qiziqish beradi. Nima haqida gapiryapman? E'tibor bering, qizning betini ko'rmayapmiz. Tomoshabinda savol paydo bo'lyapti. E'tibor bering, kimning oyog'i bilmayapmiz. Yana savol beryapmiz. Aytmoqchi bo'lganim, nimadir aytib bermoqchimisiz? Ochiq oydin qilib aytib bermang boshidan. Agar mana bu kadrdan boshlasak, Jahongir Otajonov keldi. Va mana shuncha xiron siz prosta shu kadrni ushab turasiz. Nima uchun? Tushuntira oldimmi? Ya'ni kadrning vazifasi bor. Har bitta kadrning montajda ketma-ketligida o'zini vazifasi bor. Agarda siz ketma-ketlikni to'g'ri qo'ygan bo'lsangiz, montajingiz zo'r ishlaydi. Lekin rejissyor sifatida siz kadrning ichida bo'lgan mizanssenani, harakatni to'g'ri qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hozir tushuntiraman. Agar mana e'tibor bering, mana bu kadrning vazifasi va tomoshabin bergan savollarga e'tibor bering. Agar biz mana bu yerdan boshlasak, bu Jahongir Otajonov chaqiryapti. Nimani kutyapti? Tushunyapsizlar? Ya'ni biz ma'lumotni oldik va yana savol beryapmiz. Bu ozgina va bundan keyin qat qilayotgan bo'lsa, tomoshabin xursand bo'lmaydi emas, udovlетворение bo'lmaydi-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni biz hozirgi payt hamma narsa rivojlanib ketyapti va tomoshabinning diqqatini olish juda qiyin, chunki tomoshabin hamma narsani ko'rib keldi уже. Sun'iy intellekt keldi. Qo'shiq aytadigan, rap aytadigan mushuklar keldi. Tomoshabinni hozir lol qoldirish juda qiyin. Va nimadir yoqmayotgan bo'lsa, tomoshabinga bo'ldi, siz swipe'tasiz, siz ketib qolasiz. Va shuning uchun mana bunaqa kichkina detallar tomoshabinni diqqatini ushab olishiga qanaqadir shans beradi. Bu tomoshabinning diqqatini ushaydi degan 100% garantiya yo'q bu narsaga. Hech kim bilolmaydi, qanaqadir ish aynan hammaga yoqadimi, yoqmaydimi, hech kim bilolmaydi. Va shuning uchun mana shunaqa metodlar bor. Buning o'rniga bundan oldin aytgan strukturam oldiga savoldan boshlab keyin ochish kerak bo'ladi. Masalan, hozirgi bo'lgan mantiq va savol kim bu? Jahongir Otajonov-ku. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz tomoshabin sifatida ozgina bo'lsa ham o'zingizga kadrda tomoshabin nima his qilishi mumkin? Qanaqa savollarni berishi mumkin? O'ylashingiz mumkin, aka shunchalik detalnimi? Albatta. Montaj, rejissura, nima uchun rejissurada odam 4 yil o'qiydi? Bu kam. Nima uchun odamlar qanaqadir sohani juda ko'p yillar o'qiydi? Chunki sohani o'qish jarayonida siz shunaqa detallarga e'tibor berasiz. Va bu detallar qanchalik detallaringiz juda zo'r bo'layotgan bo'lsa, shunchalik zo'r. Lekini bor. Juda ko'p kirishib ketsangiz, juda hamma narsani chotki qilib, tomoshabin buni sezishi mumkin. Lekin tomoshabinning saviyasi past bo'layotgan bo'lsa, o'tib chiqasiz. Siz qilayotgan ishingiz tomoshabinning saviyasiga bog'liq. Agar tomoshabinning saviyasi past bo'layotgan bo'lsa, siz qilgan qanaqadir kuchli, rostdan ham kuchli ish tomoshabinga yemaydi. Nima uchun? Saviya yetmayapti, tushunmayapti. Tomoshabin siz qilgan ishingizni tushunmayapti. Pastga tushing. Va hozirgi paytda dunyoda bo'layotgan narsa nima? Rejissyorlar kinoni pasaytiryapti. Nima uchun? Butun dunyoda saviya pasayib ketyapti. Sun'iy intellekt bu o'zi boshqa mavzu rostdan. Lekin tomoshabinning saviyasini ko'taradigan narsa ham kino. Juda qiziq, tomoshabinning saviyasini ko'taradigan narsa kino, kitob, musiqa под вопросом. Saviyani tez ko'taradigan narsa kitob, lekin mana bu kinolar orqali ham saviyani ko'tarsa bo'ladi. Buning uchun tomoshabinning saviyasini tushunishingiz kerak. Qaysi darajada?
Bu boshqa video menimcha. Shu haqida ham qoldiring kommentariyada, xohlaysizmi shu haqida gapiramizmi? Ketdik. Dalsha. Juda zo'r ish qilingan. Men даже xursand bo'lib ichkariga kirib ketyapman. Mazza qilib. Okay. Ko'ryapti nima uchun baqiryapti? Baqirishi, mana ko'ryapsizmi, savol berdim. Keyingi kadrda menga javob kelyapti. Mana nima uchun baqiryapti? Uni ushlab olishdi. E'tibor bering. Bu yerda biz naezd qilib, naezd faqat aksent. Kimdirga naezd qilasiz-ku, u nimadir asosiy emas. Aynan aksentning harakat yoki gapni aytish kerak. Bu yerda qo'rqish yoki g'azab yoki aniq emas. Nima uchun ko'zlar ko'rinmayapti? Ko'zlar orqali bizlar tushunsak bo'ladi. Menimcha, rejissyorning oldida juda qiyin bo'lgan vazifa turgan edi. Nima uchun? Qizlarda ko'zlar bo'lmasdan ulardan qanday qilib emotsiyani chiqarish kerak. Va buni plastika orqali. Plastika degani xatti-harakat. Zombi sifatida mana bunaqa yurishlar, qizlar baqirishi, ko'rasizlar, bu yerda hamma narsa bo'rtirilgan. Grotesk deydi. Bo'rtirilganlik teatrning terminologiyalaridan olingan so'z, mana bu grotesk, bu bo'rtirilgan. Yana biz effekt orqali VFX bor, motion design bor. Ularning farqi nimada? Motion design aynan titrlar bilan ishlaydigan narsa. Bu yerda titr qo'ydingizmi, animatsiyani qildingizmi, mana bunaqa dabdala animatsiyalarni bu motion design. Siz dizaynni o'sha yaratilgan shape'lardan, titrlardan motion beryapsiz, ularga harakat beryapsiz. Hozir kadrda ko'rgan narsamiz VFX. Esizdami? Special effects dedim. SFX, special effects, ya'ni spets effekt. Bu video effekt. Video effekt esa kadrning o'zida qanaqadir o'zgarishlarni ko'rsangiz, bu VFX. Chroma key olish, kadrni qanday qilib burish va hokazo narsalar VFX ga kiradi. Motion emas, adashtirmang. Mana bu yerga og'ziga e'tibor beraylik. Ko'rasizlar, bu VFX. Keyingi kadr общийmi bu, дальнийmi bu? Bu дальний plan. Дальний planlar odatda qayerda bu narsa bo'lishini ko'rsatadi. Mana bu yerda ko'zga o'xshayapti, juda zo'r. Kadr postanovkasi mazza. Mana bu yerda suv ham kelyapti. Fokusimiz Prikolni. Wow, juda zo'r narsa. Qarang. Tashqarida biza, to'g'rimi? Fokus qayerda? Fokus tashqarida. Tashqarida harakat bo'lyapti, дальний planda. Fokus sekin oldingi planda tomchilarni ko'ryapmiz va fokus oldinga, ya'ni ichkariga, eksteryerdan interyerga fokusimiz o'tkazilyapti va bu aynan operatorlik. Bu operatorlik menimcha bu yoki rejissyor o'ylab topgan yoki operator o'zi qanaqadir yechimlari jamoa topadi. Bitta odam emas. Men buni operator topdi yoki men buni rejissyor topdi. Jamoa keladi. Balkim shunaqa bo'lganki, operator kelib aytgan, "To'xtam, men shuni fokus qilsak-chi, nima deysan?" Rejissyor aytadi, "Da, zo'r g'oya, davay." Nima uchun bu narsa zo'r? Biz aynan bitta kadrning ichida eksteryerdan tashqaridan interyerga o'tyapmiz. Diqqatimizni, fokus bu diqqatimizni interyerga o'tkazyapmiz. Qarang. Bizlar ichkarida mana bu yerdan mana bu yerga taxminan 2 sekund, 1,5. Bu yerda 1 sekunda 17 frame ko'rinmas framelarda biz mana shu 1,5 sekundlarda ichkariga o'tdik. Va ichkariga fokusimizni o'tganimizdan keyin ko'ryapsizmi qanchalik operator o'zini postanovkasi orqali mana bu fokusni o'tkazishi ham postanovka. Fokusni o'tkazishi bu ham postanovka. Postanovka orqali biz keyingi sahnaga spokойно o'tyapmiz. Juda zo'r o'tyapmiz. Prям shimarib
Okey? ismiga gul demish Zo'r. ismiga gul demishlar ikki qarich tilga boq oz ish va noz demishlar shu shimarli holga bor va va shimara Bu narsa qarang. Birinchi kadr. Общий plan, да? Ikkinchi kadr средний plan. Mana bunaqa qilaylik. Uchinchi kadr второй средний plan yo'q второй средний plan. Mana bunaqa. Va mana bu va mana bu. Ko'rasizlarmi qancha kadrlarning har xilligi? Ya'ni birinchi postanovka, ikkinchi postanovka va mana bu postanovka как most. Ko'prikka o'xshash. Mana bu yerdan biz nimadir ko'ryapmiz. Jahongir Otajonovda juda kuchli xarizma. Ovozlari, qirliqlari, qiladigan aktyorskiy emas, bu ko'proq xarizmalari kuchli. Va bu xarizmalari qo'shiq va bu yerda kadrda bo'layotgan narsa juda katta kontrast beryapti menga. Ya'ni bular qarama-qarshi o'zlarining xarizmalari orqali komediya yo'nalishini beryaptilar. Lekin biz ko'rgan narsamiz juda thriller emas, horror emas, qanaqadir dokumentalniy thriller desak bo'ladi, da. Va mana bu qarama-qarshilar odamda mana lol qarab o'tirasiz, nima his qilishni tushunmaysiz. Bu yerda seryozni narsa bo'lyapti va shimarliqlar haqida qo'shiq. Jahongir Otajonov o'zlarini xarizmalarini beryaptilar. Bu hissiyotlar har xilligi va ichimizda mana bundoq aylanib turishi bizlarga umuman mana shuni qarab o'tirasiz, yoki kulishni bilmaysiz, it qilishni bilmaysiz, mazza qilasiz. Va mana bu kadr bizlarda mana bularning kadrlarning как ko'prik. Agar buni o'rniga mana buni qo'yayotgan bo'lsa, mana bundan bu o'tish ozgina noqulayroq bo'lar edi. Va bu klipovostni, ya'ni aynan klipovoy montaj deganda ketma-ketlik, kadrlarning ketma-ketligi aynan ketma-ket ketishi shart emas. Kadrlarning ketma-ketligi davomiyligi. Bitta voqea, masalan, odam turdi, mashinaga o'tirdi, ketdi. Bu yerda odam turdi, mashinaga o'tirdi, joyi olib, uje ketdini qo'ysak bo'ladi. Ya'ni qanaqadir fragmentlar o'chirilib tashlanadi va bu klipovoy montaj. Va bu yerda bitta narsa, bitta harakat, qizni ko'rish bizlarda 2 marta qaytarilyapti va bu tomoshabinga aynan klipovoy montajni hissiyotini beradi. Va mana bu yerdan bu yerga o'tishimiz klipovoy montaj emas. Aynan biz urg'u berdik. Bitta kadrni, bitta harakatini davomini ko'rsatdik. Bu yerdan bu yerga o'tganimiz klipovoy montajning boshlanishi. Lekin mana bu yerga qaytganimizdan keyin biz bilamizki, bu bir nechta narsalarni qilgan Jahongir Otajonov, qizning tilini qo'ygan yoki tilini uzuntirgan, bilmayman. Bu yerda o'zingiz o'ylang va bu narsani qilgan, buni qilgan va obratno bu yerga qaytamiz va shundan keyin tomoshabin tushunyaptiki, bir nechta narsalarni qilgan. Odatda umey действовать. Yaxshi ishlatilgan postanovka, художник, постановщик kichkina detallarni qoldirishi mumkin. Qiziqarli detallarni qoldirishi mumkin. Va bir ikkita razborlardan keyin men tushundimki, har bitta detalda qanaqadir ma'lumot turishi bu juda qiziq. Bu kelajakdagi rejissyorlarga agar siz qanaqadir kichkina elementni o'zingizning как shtrix, ya'ni podpis, podcherk, o'zingizning podchergingiz, masalan, bitta odam bor, dizayner, u har bitta mijozlarga topshiradigan klientiga topshiradigan ishda Звездные войнdan, Star Warsdan qanaqadir emblemani qayergadir kichkina qilib qo'yar ekan. O'zini podcherki bu.
uni hech kim ko'rmaydi, lekin katta qilib o'tirib, mana bundoq qilib ko'rganingizda topasiz bu narsani. Bu ham qiziqarli pocherklar va shunaqa pocherklarni agar menga o'xshagan razborlarni qiladigan odamlar ko'p bo'layotgan bo'lsa, ishoning, rejissyorlar shunaqa narsalarni qo'yishni boshlaydi. Хотя бы shu odam ko'rsin deb, хотя бы mana bu ko'radimi yo'qmi? Davaychi, sizlarni ham razbor qilishga chaqiraman. Bu juda qiziqarli narsa. Ko'ryapsizmi xarizmasini? Xo'p, mana har bitta kadrdan qizlarning anatomiyasi, baliq ayol, okey, laboratoriya ekanini biz ko'rsatdik. Yaxshi-yu, va shunaqa detalni ishlatilgan kadrlarni har bitta frame ushlashga harakat qilaman. Har bitta frame. Avatarkaga bu ketadi. Da, mana bunaqa kadrlardan bu yerda bizda metrichskiy montaj, tak. Va bu kadrlar orqali tomoshabin detalni ko'rmaydi, pauza qilib o'tirmaydi va tomoshabin tushunyapti. Bu laboratoriya. Bu uning laboratoriyasi. Bu yerda ko'p narsalarni qiladi. Laboratoriyani ko'rsatadigan narsa kolba. Da? Laboratoriya. Kolbada ximiyalarni qiladi va qizlarni nima qiladi? Sochlari qivrim har kunga sochlarini. Etat har bitta kadr aynan rang orqali juda zo'r ko'rsatilgan. Dizaynerlar orasida bitta qonun bor, esimda yo'q, va ranglarning to'g'ri taqsimlashi. Bu yashil, qizil, yo'q, bu zелёный, zеленый, желтый, zеленый, красный. Красный ozgina, желтый 20%, da, и 60% taxminan shunaqa edi. 60-20-10 yoki 70-20-10 taxminan. Va shu narsani biz bu yerda ko'ramiz. Xudoshga zo'r ishlatilgan, zo'r, gap yo'q. Har bitta kadr qo'shiqga yordam beryapti va qo'shiq kadrga yordam beryapti. Evolyutsiya, biz kadrda buni ko'ramiz. Bizlar qo'shiq, agar qo'shiqni o'zini eshitadigan bo'lsangiz, tasavvurni yoqib olib, siz qanaqadir tasvirni boshingizda ko'rishni, tasavvur qilishni boshlaysiz. Va qanaqadir shuning uchun kitoblarni o'qish juda kerak narsa, chunki kitob o'qigan paytingizda mana bu tasavvur rivojlanadi. Qo'shiqlarni eshitgan paytda tasavvur ham yo'qolishi mumkin. Va bu yerda bo'lgan narsa sizga уже obraz beryapti. Qo'shiq sizga hikoyani beradigan bo'lsa, tasvir sizga obrazlarni beryapti. Va bu obrazlar endi kelajakda qo'shiqni buni eshitasiz-ku, mana bu obrazni, mana bu Jahongir Otajonovni eslaysiz. Ko'rasizmi, siz audio orqali eshitib, mana buni eslab olib, endi sizda bu qo'shiqga mana bu obraz qanchalik yorqin bo'layotgan bo'lsa, sizda ichingizda hissiyot paydo bo'ldimi? Bo'ldi. Hissiyot orqali bizlar osonchalik nimadir eslab olamiz. O'zi shunaqa ishlar ekan. Hissiyot kuldingizmi? Bo'ldi. Shu qo'shiqni eshitasiz boshqa joyda. Mana bu obrazni eshitasiz. Mana bu obrazni eslaysiz. Yaxshi. Montaj по фазе движения, albatta. E'tibor bering, bir xil hajmdagi kadrlar. Krupniy. Hozir endi mana bu kadrlar menga umuman boshqa narsani beryapti. Nimani? Biz esizdami, biz savol berib, keyin bizga savolga javob paydo bo'lyapti. Kim bu? Jahongir Otajonov. Nima qilyapti? Chaqiryapti. Okey, kimni chaqiryapti? Qizi. Qiz nima? Qaysi qizi? Qizi beti yo'q. Nimaga baqiryapti? Esingizda? Va bu yerda biz Jahongir Otajonov
evolyutsiya haqida gapiryapti, qizlarni ustidan eksperimentlarni qo'yyapti. Kelinglar rasmlarni ko'ray, rasmlar juda dahshat. Qayerdan? Yoki bu sun'iy intellekt, yoki bu real rasmlar. Menimcha sun'iy intellekt qancha real bo'lishi ham mumkin. Mana bunaqa eksperimentlar bor edi vaqtida. Yaxshi, xudoshga zo'r ishlatilgan. Va bu yerda laboratoriyada qanaqadir ochilishlar emas, endi eksperimentlar. Bechora shimiriqning ustidan eksperiment qilyapti. Bu yerda biz bilyapmizki, bu uje shimiriq. Bu qiz emas. Boshida aytdim, mana qizlardan shimiriq qiladi deb. U uje shimiriq. Va bu shimiriqni undan ham zo'r qilmoqchi. Nima uchun degan savol bizlarda paydo bo'ladi. Va savolga javob. E'tibor bering fonga. Fon mamlakatda surrealizm degan yo'nalish bor. Surrealizm ma'noga ega emas. Surrealizm aynan tushimizda bo'lgan tushlarimiz qanaqa? Tushlarimiz mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Umuman вообще. Va bu tushlar aynan kinoning yoki tasvirning surrealizm yo'nalishi aynan tushlarni hayotda chiqarib berishi, mantiqqa to'g'ri kelmaydigan, lekin hissiyotlari bir xil bo'lgan o'zi ham surrealizm o'rganib chiqing, juda qiziq narsa. Dadaizm degan o'sha yo'nalishlar, tasviriy san'atning yo'nalishlari. Va bu orqadagi fondagi mana bu bijir-bijirlar qanaqa ma'noni beryapti bizlarga, tomoshabinga. Yoki qanaqa ma'noni berishi kerak o'zi aslida. Meni fikrimcha, bu Jahongir Otajonovning xayollari. Mana bu eksperimentlarni nima uchun qilyapti? Mana shu shimariqlar oldida mana shunaqa bo'lishini xohlayapti. Va e'tibor bering, bu yerda qanaqa kiyimda va mana bu yerda surrealizm, orqa fonlar qanaqadir mana bunaqa bo'lganlari bu Jahongir Otajonovning hissiyotlari, aynan xayollari. Okay? Va xayollarining avjiga chiqib ketyapmiz. Fonga e'tibor bering, fon uje qizilroq bo'lyapti. Qizil aynan qanaqa uje bo'ldi, maksimal darajaga yetib keldi, uje bo'ldi, qizarib ketdi. Tushunasizlarmi? Ya'ni как будто tovushning balandligi ko'tariladi-yu avjida. Qanaqa rangda bo'ladi? Qizil rangda. Va mana bu yerdan ko'kdan va emotsiyalarga e'tibor bering, xayol va bu xayol mana bunaqa hissiyotlarni mana bunaqa darajagacha kelmoqchi o'zining xayolida. Okay. Tak. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu Femida emas. Femida bu ko'zi yopiq haligini adolat nimadir esimda emas. Bu statuya menimcha tipa idealniy ayolning statuyasi, adashmasam, tipa idealniy ayolning figurasi yoki ko'rinishi shunaqa bo'lishi kerak. Ammo bu shimiriqlar mana shunga harakat qilyapti o'xshashga. Menimcha bu statuya mana shu ideallik va qizlar aynan shu statuyaga havas qilishyapti. Bo'ldi, bizlar uje boshqa aynan boshqa sahnani ko'rsatyapmiz va bu sahna mana bunaqa. Va qiziq tomoni shundaki, bu yerda hamma narsa buzilgan, ko'z boshqa joyda bo'lishi kerak, og'iz boshqa joyda bo'lishi kerak va bu aynan kadrning o'zida agar ma'no izlayotgan bo'lsak, menimcha bu yerda aynan ma'noda gap emas bo'lishi mumkin. Lekin kadrlarning ketma-ketligida ko'raylik. Bizlarda bizlar birinchi ochilish sahnasi, mana bu ochilish sahnasi edi. Mana buni bizlar mana bunaqa rangda beramiz. Bu esa bizlarda mana bunaqa rangda qoldiraman. Yoki kelinglar mana bunaqa rangda bo'lsin. Biz bu yerda bizlar bu surrealizm, bu xayollari
Xayollari, bu ham xayollari. Bu endi etelik xayollarida. Lekin Jahongir Otajonovga qaramayapti bu qizlar. Aynan Jahongir Otajonovga qaramayapti. Отдельно qizga qaralyapti. Отдельно statuyaga qaralyapti. Qiziq, eslatib olaman. Va bu bizlarda yana bitta sahna. Bu referensi juda ko'p referenslar bor. Qisqasi bu juda zo'r vizual qiziqarli yo'nalish. Bu bizlarda mana bunaqa rang, to'g'rimi? Va bu mana bu sahnaga to'g'ri, bu boshqa, buni bizlar qanaqa rangda qo'yamiz? Mana bunaqa rangda qo'yamiz, da? Qiziq. Qizlar u tomonda va qizlar aynan kesilgan shisha orqali ko'ramiz. Jahongir Otajonov u tomonda. Shisha emas, stiklo turibdi. Jahongir Otajonov bu tomonda, qizlar bu tomonda. Va Jahongir Otajonov qizlarning oldiga bormoqchi yoki qizlar Jahongir Otajonovning oldiga bormoqchi. Savol. Emotsiyaga qaraganda Jahongir Otajonov ko'proq qizlarning oldiga bormoqchi. Va mantiqan bu to'g'ri. Chunki Jahongir Otajonov qizlarni ushladi. Qizlar Jahongir Otajonovni emas. Birinchi Jahongir Otajonov borib qizlarni ushladi. Mana bu yerda. Da? Va bu balkim qizlar prosta tak xohish orqasidan boryaptilar, nima deydi? Aniq emas. Обратно biz laboratoriyaga qaytyapmiz. Eng важный sahna meni fikrimcha va bu sahna aynan twist. Twist degani hamma narsa o'zgarib ketyapti. Qanaqadir narsa bo'layaptiki, hamma narsa o'zgarib ketyapti va bu voqea. Voqea nima? Oldingi razborlarda aytganman, agar yo'limiz quruq bo'layotgan bo'lsa, odam o'tib ketsa, bu voqeami? Yo'l uchun. Yo'q. Yo'l o'zgarmadi, yo'lak. O'zgarmadi. Odam o'tib ketdi, o'zgarmadi. Quruq yo'l, yomg'ir yog'di. Yo'l ho'l. Voqeami bu yo'qmi? Voqea nima uchun? Yo'l o'zgardi. Yana qayta quruq bo'lishi mumkin, lekin hozirgi paytda bu o'zgardi. Va bu quruq yomg'irdan keyin quruq yo'l balkim gul yoki nimadir o'sishi mumkin, o'zgarish ketyapti. Bu voqea. Bu yerda bu nima uchun voqea bo'lyapti? Bundan keyin yotgan shimariq chimildiq etkim kelyapti nimagadir. Yotgan shimariq turib ketyapti va Jahongir Otajonovga qaramayapti, aynan past tomonga qarab ketyapti. Sezyapsizlarmi? Pastga. Agar mana bu yerdan qarab, mana bu yerda liniya, ko'zning qarayotgan liniyasi mana bu yerda Jahongir Otajonovga. Даже mana bu yerdan turib ketib Jahongir Otajonovga qarayotgan bo'lsa, bu Jahongir Otajonovning orqasidan ketadigan bo'lar edi. Lekin bu yerga aynan pastga ketilyapti. Tushunasizmi? Ya'ni pastga, oyog'iga. Gap oyog'ida ham emas. Gap mana shu pilda. Rozovoy pil qanaqadir bilmadim. Bu rozovoy pil tanlagani prosta tak emas. Nimadir bor bu yerda. Qiz oyoqqa ketyapti. Reaksiya turib ketdi. Rasmlar dahshat. Mana bir nechta shimariqlar bu yerda yotibdi. Oho. Общийdan второй среднийga urg'u. Biza urg'u berdik. Ko'ryapti, hammasi normalniy, qizlar reaksiya qilmayapti. Okey. Mana bu yerda biz to'xtatamiz. Bu o'tish qochish sahnasi. Va mana bu sahna klipimizni aynan
rivojlantirib beradi. Yangi sahnani ko'rsatamiz. Bu sahnani bizlar mana bu yerda уже ozgina bo'lsa ham ko'rsatdik. E'tibor bering, buni da tepaga ozgina ko'tarib qo'yaman, chunki hozircha edi, tushunarsiz. Qarang. Mana bu sahnani biz mana bu yerda уже oldin ko'rsatdik, ozgina bo'lsa ham. Va mana bu sahnadan keyin bunga qayta olamiz. Ozgina ko'rsatib va katta ko'rsatishni boshlaymiz. Ko'cha sochilar Davomi. Bo'ldi, bu ko'rdi. Men bu yerda menimcha nima qo'shar edim? Jahongir Otajonov shu qizning oldidan ketganini va qizning oyog'iga qaraganini qo'shar edim. Nima uchun? Shunda biz tomoshabinga aynan ko'rsatar edikki, u Jahongir Otajonov orqasidan emas, aynan mana bu pil orqasidan ketyapti. Nima uchun? Chunki qiz pastga qarayapti. Ha, deb pastga ketyapti. U narsa pastga tushdi-yu va uning orqasidan ketyapti. Pil devchonki bo'ldi. Qiz qarayapti unga, uning orqasidan ketyapti. Balkim bu narsa spesialni qilingandir. Balkim shu bilan rejissor bizlarga aytib bermoqchiki, u aynan Jahongir Otajonov orqasidan ketyapti. Lekin nima uchun qizlar boshida uning orqasidan bormadi? Savol. Bu meni fikrim. Ketdi, bu yerda tushni ko'rsatamiz. Mana bu sahna aynan buzilganlikni ko'rsatyapti. İşte bu buzilib ketdi. Buzilib ketyapti sekin-sekin. Mana bu yerda Jahongir Otajonov kesib tashlaydi-yu, yo'q qilib tashlaydi-yu qizlar. Oyog'ini deb og'zini kimdir oladi, ko'zini kimdir oladi. Shu ma'noda bu ham qanaqadir shu ma'noni beryapti desak ham bo'ladi. Okay. Lekin mana bu qanday qilingan va juda zo'r. Xudoshka, kostyum, kayf. Ну, kostyum kim? Menimcha men bilaman kim kostyum. Dizayner. Assalomu alaykum. Kostyumlar zo'r ishlangan, zo'r mazza. Aynan qarang, e'tibor bering, hech narsa hamma narsa balansda. Mana bu o'rtadagi bo'lgan oq narsa juda Jahongir Otajonovni ko'rsatib beradi, mana o'rtada. Tushunasizlarmi? Agar men bu o'rtada qanaqadir qizil narsa, qora narsa bo'layotgan bo'lsa, meni fikrimcha Jahongir Otajonov yo'qolib ketar edi. Ya'ni fon bilan birga bo'lib ketar edi. Aynan mana shu oq narsa Jahongir Otajonovni ko'rsatyapti. Va mana bu kontrastdagi kontravoylari, hamma narsa zo'r ishlatilgan. Tak. Agar men o'ylagan narsa bo'layotgan bo'lsa, juda zo'r qilingan. Oyna. Oddiy oyna. Qara nimaga aylandi? Shimirliqlar ko'rdi. Bizlar bu yerda mana bu syujet, trek. Buni ham trek. Bechara, men betga davay. Трек, сюжет, трек, сюжет. Обратно сюжетga qaytamiz. Qochdi kimdandir? Qochyapti, qizlar uning orqasidan boryapti. E'tibor bering, treklarni ko'rsatdik. Treklarni ko'rsatishimiz, treklarning ko'prigi. Har bitta qismda, musiqiy video qilgan paytingizda har bitta qismda bu qism. Mana bu yerdan boshlanadi.
Mana bu yerdan qism boshlandi. 1, 2, ko'cha sochilar 3, Sharbat kabi ichilar 4. Dog'ida bo'lgan bo'l Yangi qism 1. Yashar noz yashar sevgan umrin E'tibor bering, mana bu birinchi qismda biz sahnalarni aralashtirib beryapmiz. Bizlar bitta sahna 2, 3, 4. Ikkinchi qismda bizlar mana bu sahnani ko'prik sifatida foydalanyapmiz. Ya'ni bu sahna, aynan mana bu sahna surrealizm sahnasi, xayollarining avjidagi sahnasi takror va takror beryapti va u qolgan sahnalarga ko'prik vazifasini bajaryapti. Agar tomoshabinga faqat va faqat Vizde всё и сразу degan kinoni ko'rgan bo'lsangiz, u yerda o'tadi-yu hamma joylardan podrяд juda ko'p kadrlar keladi. Bu narsani agar klipoviy montajda qilayotgan, musiqiy videoda qilayotgan bo'lsangiz, juda ko'p har xil bir-biriga bog'liq emas sahnalarni qo'yayotgan bo'lsangiz, odam charchaydi. Odam tomoshabinga ozgina bo'lsa ham mantiq kerak, ozgina bo'lsa ham tushunish kerak, nima bo'layapti. Bo'lmasa ketadi. Shuning uchun mana bu sahna ko'prik vazifasini bajaryapti. Чтобы bitta целостностьni ushlash uchun. Целостность deganimda mana bu qism asosiy qism mana bu qismda. Shunaqa. Tushundinglar degan umiddaman. Pochotda oynani ko'rsatyapti. Va qizlar oynani ko'rib qo'rqib ketyapti. Kim bu deb. O'zi aslida bu o'zi. Juda zo'r, juda detalniy ko'rsatilgan ma'no. Bitta kichkina ma'no, mana bu bor shunaqa ishlar qayerda rejissyor o'zini fikrini qoldiradi. O'zini qanaqadir xohishini qoldiradi, o'zini aytmoqchi bo'lgan gapini qoldiradi. Va bu menimcha ulardan biri. Qaranglar nima qilib qo'ydinglar. Lekin Jahongir Otajonov qildi ularni. U bechoralarni va unga avratni ko'rsatyapti. Hamma odam o'ziga qanaqadir fikr oladi, xulosani oladi. Men aytgan razborim shunaqa ekan degani emas. Men hozir razbor qilyapman-ku. Bu milliondan bir qismdagi fikr. Milliondan bitta fikr. Har xil ma'nolarni chiqarsa bo'ladi. Va siz bunga loyiqsiz emas demaydi. Вы имеете право. Boshqa narsani ko'ryapsizmi? Имеете право. Bo'ldi. Rejissyor buni qildimi? Bo'ldi. Siz ko'ryapsizmi? Nimadir boshqa narsani tushundingizmi? Rejissyor oldingizga kelmaydi. Yo'q, noto'g'ri tushunding. Yo'q, bu sizning xulosangiz. Nima xulosaga keldingiz? Zo'r qiziq. Lekin menga qiziq, nima uchun shunaqa xulosaga keldingiz? Va shuning uchun analiz qilish kerak. Yana mana bu sahnaga. Okey, mana bu yangi ma'lumot. Biz mana bu yerda avjida chiqqan paytimizda, avjida surrealizmning avjida biz qizlarsiz edik. Biz xayolimizda qizlar bilan edik. Mana bu kadrda. Yo'q. Qani edi? Mana bu kadrda biz xayolimizda qizlar bizlarni tegyapti va oxirida niyatimizga yetdik. Biz qizlar bilan mazza qilyapmiz. Prikolno. Bu yerda avji tushimizda bizlar avjiga yetib kelyapmiz. Uje agar mana bu qizil sahna hozirgi paytda ko'k bo'lib ketdi va atrofimizda qizlar paydo bo'ldi. Va bu yerda biz realni hayotimizda biz avjida ham ketyapmiz. Ya'ni ikkita sahna parallel avjiga chiqib ketyapti. Bu endi parallel montaj, lekin parallel montaj emas. Nima uchun? Chunki bu bo'lgan voqea emas. Parallel montajlar bo'lgan voqealarida ishlaydi va bu parallel montaj desak bo'ladi. Bu kadr как flashback sifatida yoki flashback yordamida ishlatilyapti yoki-da xayollar. Shunaqa katlar ham bor. Ya'ni flashback deyilgan bor, u esladigan qanaqadir narsani ko'radi. Bu o'ziga ma'nosi bor. Bu parallel ketadigan voqealar emas. Balkim paralleldir. Men bilmayman.
Пока что men uchun bu parallel ko'rinmayapti, chunki bu uning xayoli. Bizlar konkretni lokatsiyani ko'rmayapmiz. Bizlar qanaqadir ma'lumotga ega emasmiz. Biz tushunamizki, Jahongir Otajonov normalniy odam, laborant va qizlar bilan qanaqadir eksperimentlarni qilyapti, lekin bu yerda biz umuman boshqa narsani ko'ramiz. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan narsalarni ko'ramiz. Balkim bu qilgan narsalari qizlarni mana bu xohishidir, balkim. O'zingizning fikringizni yozing. Detallarni qo'yish juda xavfli narsa. Nima uchun? Detallar odamni esida qoladigan narsa. Agar detalda qanaqadir konkretniy narsa paydo bo'layotgan bo'lsa, detalda kalitni ko'rsatdim. Detal planda kalitni ko'rsatdim. Demak, siz bu detalni eslab olasiz. Kalitni bekorga ko'rsatmadi deysiz. Demak, nima uchun kerakdir bu kalit? Tushunasizmi? Detallar juda xavfli bo'lishi kerak. Kerak paytda detalni qo'yish kerak, kerak paytda detalni qo'yish kerak emas. Yaxshi rej montajyor bu qachonki keraksiz bo'lgan kadrlarni o'chirib tashlaydigan odam yaxshi rejissyor, montajyor degan gap bor. Va bu rost, va bu to'g'ri. 100 ta kadringiz bor, agar 100 tasini tiqmoqchi deyotgan bo'lsangiz, kasha bo'ladi. Tushunarsiz narsalar bo'ladi. Siz operator uchun montaj qilyapsizmi, rejissyor uchun montaj qilyapsizmi, tomoshabinningiz uchun montaj qilyapsizmi? Harakat qilyapsiz, uchalasi uchun ham. Agar hozir operator bergan kadrlarni qo'ymasam, xafa bo'ladi. Rejissyor aytgan narsasini qilmasam, вообще rejissyor bilan kelajakda ishlamayman. Tomoshabin xohlagan narsani qilmasam, tomoshabin nima xohlayapti o'zim bilmayman, tushunmayman. Juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda rejissyor bilan gapirib, faqat va faqat rejissyor bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Keyin esa tomoshabinlarga birinchi prosmotr qilib, ularning aytgan hamma gaplarini qilmang. Tomoshabinlar kritika beradi-yu, menga yoqmadi mana shu qizlar bor. Menimcha betni o'zgartirish kerak. Juda ko'rimsiz, yoqimsiz. Xo'p deb o'zgartirmang. Har bitta berilgan kritika, tahlil, har bitta berilgan tahlil odamning fikri. U fikr. Bor fikrlar, bor odamlar tahlil qilgan paytida, kritika bergan paytida fakt va argumentlar beradi. Lekin siz rejissyor bo'lsangiz, tushunishingiz kerak, nima uchun bu kinoni qilyapsiz. Nolan aytadi, kinolarni his qilish kerak. Tushunmayapsizmi? Bo'ldi, okey. O't, meni kinom ko'rma, o't. Xuddi shunaqa narsa. G'oyani berish kerak. Boshida aytgan gapim saviyaga ham bog'liq. Nima uchun detalni aytyapman? Bu yerda aynan bu detal qanaqa vazifani bajaryapti? Yugurish, tushunaman. Yuguryapti, siljiyapti. Agar bu yerda yiqilayotgan bo'lsa, okey, bu detal planni qo'yar edim. Lekin hozir bu как будто kadrdan kadrga o'tish vazifasini bajaryapti, как most. Buni bitta kadrda qo'ysak bo'lar edi deb o'ylayman. Hech qisi yo'q. Montaj qilgan paytimizda montajni aynan ritm uchun qilayotgan bo'lsangiz, qilmang bu narsani. Aynan ritm uchun, ritmni berish uchun. Bu narsa qachon zo'r bo'ladi, qachonki sizda syujet bo'lmasa. Syujet yo'q bo'layotgan bo'lsa, montaj orqali ritmni bersangiz bo'ladi. Kat qilsangiz bo'ladi shu paytda. Lekin syujetning ritmi bor, o'zini ritmi bor. Agar ikkita ritm qarama-qarshi bo'layotgan bo'lsa, tasavvur qiling, men bu yerda Jahongir Otajonov. Men bundoq qilaylik. Uzoqda tushunasizmi? Ya'ni men urg'u beraman, bu qochyapti qizlardan, orqasidan qizlar paydo bo'lyapti. Men bu narsani ushlab tursak ham bo'lar edi, bitta uzoq kadrda uzun katlar bo'lmayapti. Lekin kadrning o'zida bizda dinamika paydo bo'lyapti. Bu yugurish. Jahongir Otajon, men nima qilar edim? Uzr, montajga kirib ketdim. Mana bu yerda prosta tak mana shu eshikka qo'yar edim.
Mana bu yerdan уже Jahongir Otajonov chiqib yugurar edi va bu kadrni uzoq ushlab berar edim va Jahongir Otajonovning orqasidan qizlar paydo bo'lyapti va undan keyin esa montaj orqali kadrlarga o'tar edim. Uzr. Bo'ldi, yugurdik. Mana qizlar kelyapti, bor. Bu sahna zo'r ishlatilgan, nima uchun? Chunki mana shu sahna aynan qarsaklarga o'xshash. Bu yerda bizlar yuguryapmiz, harakat bo'lyapti, paftor. Tomoshabinga ozgina har bitta kadr, har bitta sahna tomoshabinga qanaqadir ma'lumot va bu ma'lumotni tomoshabin analiz qilishi kerak. Analiz qilish uchun e'tibor bering, kinolarda sahnalardan sahnalarga o'tish paytida pauza bo'ladi. Sahna qayerda bo'lishi, dальний plan, общий plan. Keyin ichkariga kiramiz, nimadir bo'ladi, keyin gapiradi. Edgar Wright degan rejissyor bor, uning kinolari ma'lumot, tempi juda beshinli. Har xil tomoshabinlar bor. Kimgadir bu narsa yoqadi. Bor uning kinolarida pauzalar bor. Taq ma'lumot, pauza. Taq, ma'lumot, hazil, ma'lumot. Juda tempi baland. Bor kinolar tempi past. Fikrlashga, o'ylashga. Bu sahna nima haqida? Tak, okey, buni o'ldiradimi yo'qmi, o'ldirmoqchimi yo'qmi? Nima uchun? Nimaga bunaqa dedi? Tushunyapsizlarmi? Va mana bu hozir yugurish sahnasi tomoshabinni analiz qilishga beriladigan payt. Okey, mana bu yerda bizlar syujet davom ettirilyapti, katta qilib va undan keyin Okey. Syujet bo'ldi. Qizil flag. Sovetskiy qizil flag. Red flag. Nimaga red flag? Bu значит eng главныйsi. Okey. Bu qiz emas. Qayerdadir men seni ko'rganman. Mana bu qiz. Bu qizga agar oxirida mana shu qiz bo'layotgan bo'lsa, bu qizga mana bu yerda urg'u berar edim, lekin aynan хотя бы uzoq qo'yishga-da. Nima uchun? Chunki mana bu yerda keyin выстрелы. Chexovning rujyosi, Stanislavskiyning rujyosi emas. Oy, juda katta spor bo'lib ketdi. Okay, Stanislavskiyning rujyosi bu. Yo'q, rujyo Chexova. Chexovning rujyosi otilar edi mana bu yerda. Shuning uchun men shu qizga menimcha urg'u berar edim. Da, хотя бы ozgina shaq. Oxirida men bu qizni ko'rsatgan paytimizda tars bo'lar edi. Okay, bu meni fikrim. Okey, yutqizganlari. Tepadan pastga qizlar tushyapti. Bo'ldi, endi hamma bildiki, asosiy eksperiment, qizlarning ustidan eksperiment qilgan odam ushaldi. Savol, bu odamni orqasidan hamma boryaptimi yoki mana shu rozovый pil orqasidan boryaptimi? Juda qiziq. Mana bu qizil o'tgan chiroq ham juda zo'r. Fazasi ham zo'r olingan. Aynan qizil Jahongir Otajonovga tushgan paytda Jahongir Otajonov tushyaptiki, bo'ldi. Okey, da. Montajyor nafaqat davomiylik haqida o'ylaydi.
va ketma-ketlik. Montajyor faza haqida o'ylaydi. Noto'g'ri fazani qo'ysangiz, faza bu mana bitta kadrim bor, davomiyligi shuncha. Qaysi tomonini olaman? Mana bu yerinimi, mana bu yerinimi? Bu ham asosiy narsa. Mana shuni tanlab olishni ham bilish kerak. Ketdi. Bu xuddi yugurgan sahnaga o'xshash narsa. Bu yerda bizlar уже bilamizki, bo'ldi, Jahongir aka Otajonov ketadi. Va bu yerda analiz qilishni boshlaymiz tomoshabin sifatida. Bizlarda berilgan ma'lumotlarni to'plab, уже ozgina bo'lsa ham fikrlashni boshlaymiz. Chunki tasviriy ma'lumot bir xil. Okey, bu yerda bizlar обратно mana bu yerga o'tyapmiz. Bu yerda syujet, sürrealizm, syujet. Okey. Balkim bu kulminatsiya sifatida, ya'ni qachon kulminatsiya уже boom bo'lgandan keyin hamma narsa aralashadi-yu. Avariyaga tushgan odam miyasida nima bo'ladi? Hamma narsa aylanadi, hayoti o'tadi. Balkim shunaqa narsani ko'rsatyapmiz montajimizda. Hamma narsalarni eslayotgandir. Jahongir Otajonov nimadir. Bu endi trekoviy, bu syujet emas. Mana bu bizada. Okey. To'xtanglar. Xo'p. Agar shimiriqlar o'zini ko'rishdan qo'rqadigan bo'lsalar, ular mana buni buzib shimiriqligini tan olib, shimiriqligacha shimiriqlik bo'lishiga tanmas rozi bo'lib yashayapti. Nima uchun buzdi? Mana bu narsa ularni qo'rqitadigan narsa edi, da? Хороший смысл. Zo'r. Sizni odam qilayotgan narsa, hozir men formulirovka qilay. Shimiriqlar yaxshi emas, to'g'rimi? Bu salbiy, отрицательный personaj. Положительный bor yaxshi, отрицательный bor yomon. Protagonist, antagonist, giroy, zlodey, to'g'rimi? Shimiriqlar zlodey. To'g'rimi? Endi shimiriq yaxshi emas qiz. Shunaqami? Вот. Endi shimiriqlarni yomon personajni ular qo'rqadigan narsasi oyna edi. Oyna o'zingizni ko'rsatadigan bir asbob. Siz o'zingizni ko'rasiz. Nima uchun qo'rqadi ular? Nimaga aylanganini ko'radi. Ular oynasiz normalni yashayapti, o'zini ko'rmaydi, qaysi ahvolda ekanligini ko'rmaydi. Boshqa qizlarni qaragan bo'lsa, hamma urrot deydi. Lekin o'zi aslida urrot bo'lib qoldi bechora. Tushunyapsizmi? Va ular mana bu narsadan qo'rqyapti. Nimadan qo'rqadi? Rostlikdan, rost emas, haqlikdan, at istini, istina. Oyna sizni qanaqa ekanligingizni ko'rsatadi, hech narsa aldamasdan. Вот shunaqasiz. Bo'ldi. Tushunyapsizmi? Bu haq, istina. Va ular mana bu istinani rad etyapti. Sindirganidan keyin shimiriqligi ularga уже baribir. Ular chunki haqni rad etdi. Ты чё? Хороший смысл, молодец.
Kino olish niyating yo'qmi, Sardor? Prям хорошо. Prям yaxshi. Ularni o'zgarishi mumkin edi. O'ziga qarab, ha, men shunaqaman. Shunaqa bo'lib qoldim. O'zgarmoqchiman. Va Jahongir Otajonov ham sal toji, qanday desam, u ham yomon personaj. Yaxshi personaj emas. Shimiriqlarni qilgan odam yaxshi bo'lmaydi. Balkim u shimiriqlarni boshqa narsa qilmoqchi edi. Ularni to'g'irlamoqchi edi. Lekin mana bu kadrlarning surrealizm kadrlariga qaraganda Jahongir Otajonov как будто бы mazza qilyapti. Va mana bu yerda avji chiqqan joyda, qayerda edi? Da avjida. Qizlar u bilan. Yoki bu aynan Jahongir Otajonov mazza qilmayapti. Lekin Jahongir Otajonovning atrofida shu qizlar nima uchun bunday qilyapti, bilmayman. Lekin mana bu ma'no juda kuchli ma'no. Aynan mana bu narsa kuchli narsa. Sadat красавчик. Хорошо смонтировал. Мадина. Браво. Zo'r fikr. Zo'r fikr. Menga yoqdi. Agar o'zgarmoqchi bo'layotgan bo'lsang, sen kim ekanligingni tan olishing kerak. Agar buni tan olmasdan rad etsang, Xudo ko'rsatmasin sindirsang, kim bo'lsang, shunaqa bo'lib ketasan. Fikrlaringizni qoldiring. Nima deb o'ylaysizlar? Razborimiz aytgancha bitta komment keldi. Aka, razbor kesilmasin. Ya'ni qanaqa razbor chiqqan bo'lsa, shunaqa chiqarilsin. Harakat qilaman minimalniy montaj qilishga. Qanday razbor chiqqan bo'lsa, shunaqa razborni qo'yishga harakat qilaman. Menga razbor yoqdi. Menga klip yoqdi. Sardor как всегда молодец. Даже ishlagim kelib qoldi. Rosti yaxshi rejissyor bilan ishlash bu nafaqat montaj jarayonida, balkim o'ylash jarayonida va butun jarayondan o'zi montajni yaxshi ko'rgan odam va mana bu terish, hikoyani terishdan jarayondan mazza qilinglar. Rezultatdan emas. Rezultat sizlarniki emas. Chiqdimi? Bo'ldi, esingizdan chiqaring. Render qilganingizdan keyin bir marta ko'rasiz, finalni renderdan keyin esingizdan chiqaring. Aynan jarayondan mazza qiling. Jarayondan mazza qilsangiz, rezultat xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Jarayon sizga yoqimsiz bo'layotgan bo'lsa, rezultat ham uzr bo'ladi. Shuning uchun o'zi jarayonning o'zi qiziq. Izlaysizlar, topasizlar, qidirasizlar, fikrlaysizlar. Buni to'g'ri rejissyor bilan qilish juda katta tajriba beradi sizga. Mana Sadat aytishi mumkin. Menimcha, nimagadir men uveren, ishonchim komil, что Sadat shu Sardor bilan ishlab mazza qiladi. Endi Sardorga paxta qo'yish emas bu. Yaxshi aytmoqchi bo'lganim, yaxshi rejissyor bilan, juda kuchli rejissyor bilan ishlagan paytingizda siz undan yangi narsalarni o'rganasiz. Shuning uchun har xil kuchli odamlar bilan ishlashni boshlang. Qo'rqmang. Bepul bo'lsa ham ishlang. Tajriba olasiz, o'rganasiz undan yangi narsalarni. Shu aytgancha keyingi kimni razborini qilishimizni kommentariyada qoldiring. O'z fikringizni, o'z razboringizni qoldiring. Har bitta kommentariyalarni o'qishga harakat qilyapman. Juda zo'r fikrlar kelyapti, juda zo'r fikrlar ko'ryapman. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha, naverna. Keyingi razborgacha xayr, salomat bo'ling va odatdagidek